السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhuma dibdirler. Cenab-ı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin iki müezzinleri var idi. Birleri Hazreti Bilal, birleri Hazreti İbni Ümmü Mektum ediler. Radıyallahu anhuma. Cenab-ı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki Bilal tang otmay turup kechada azon aytur. Aning uchun ey musulmonlar İbn Ummi Maktum azonin eshitguncha yeb ichib olinglar. İbn Umar radıyallahu anhuma debdirlar, bu iki azon o'rtasida shunchalik fursat o'tir ediki, birlari tushir edilar, ikkinchilari chiqir edilar. Ravahu Buxoriy va Muslim. Bu hadisi sharifdan ma'lum bo'ladiki, siz bizlar to azonning vaqtigacha jisak bo'lar ekan. Bilamizki endi azon aytadi, undan keyin o'zimizni to'xtatishligimiz kerak har narsadan. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. An Amr bin al-As radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه دين مرويدور. Cenab-ı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem debdirlar. Bizlarning ro'zamiz bilan kitobilar ro'zalaring o'rtasida farq shudirki, bizlar saharlik qilamiz, ular saharlik qilmaslar. Ravohu Muslim. Aziz birodarlarim, sizimizlar ham bu hadis sharifga amal qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak so'zlariga amalga oshirib, sunnatlarini bajo qilaylik, saharlik qilaylik. Ahli kitoblarga o'xshab qolmaylik, saharlik qilmay. Bayat siz bizlar ularga muxolifat qilganimiz uchun saharlik qilishimiz kerak. Yo ozjik, yo ko'pjik, yo ichayik, har narsa bo'lsa, sahar uchun bir narsa ichishimiz yoki yeyishimiz lozim. Hal va qudrat andak bo'lsa ham, hech vaqt bo'lmasa bir piyola suv ichishimiz kerak. Adnosi mana shuki, bir piyola suv ichaylik. Maqsad saharlikga o'tadi. Baniyati saharlik. Alloh taolo hammamizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini amal qilishimizga tavfiq bersin.